Yo yo, assalomu alaykum qarindoshlar. Qanday kunlar yaxshimi? Hozir vaqtlar xayrli bo'lsin. Mablag' silish xatarlik, mablag' so'rashda ehtiyojchan bo'ling, hamma o'zingizga xos uslubda mablag' silishni o'rganing. Bugungi so'zlaydigan temamiz bo'lsa AI degan nima? Ya'ni sun'iy idrok degan nima? Sun'iy idrokni men nurg'un qitim dedim, hamda buningki zoti nima ekanligini, qanday ishlaydiganini, ham bizning turmushimiz qanday o'zgarishlarni keltirganini hem bizden payçaklarımızga qanday ta'sir qilganligini ko'rsatib. Bu sun'iy idrok asli qanday ishlaydi degan chog'da faraz qildim. Jiq narsalarni, kelgusidagi narsalarni, yo bo'lmasa hozirgi turmushimizdagi narsalarni hammasini hisoblab faraz qildim. Qanday degan chog'da, masalan, 1990-yillari kompyuter birinchi qitim dunyodagi eng yomon shaxmat chempionini tutgan. O çağdaki kompüter hamma sistemlerini o'ziga kirgizmagan. Masalan, shaxmatni qanday o'ynaydi, shaxmatning qurilmalari nima, keyin qanday o'ynash taktikalaridan tortib, necha ming xil taktikalarni kompyuterning ichiga kirgizib, keyin asta-asta uni pishirib, boshqalarni tutib, eng oxirida o'sha chempionni tutgan. Lekin yana 2000-yilning boshlari 21 xil kompyuterning sistemasi bu shaxmat podshosini yana tutgan. Bu sistem qanday degan chog'da u burunqisi o'xshamaydi. Uningga faqat ikkilan buyruqlanmagan. Birisi shaxmat qanday o'ynashni sistemasi kirgizmagan. Anandagi ikkinchisi sen cho'qim utsa deb bilan kirgizmagan sistemasi bor. Undan keyin bu kompyuter o'zi o'g'indi. O'ziniki shaxmat qobiliyatini qanday o'ynashni bildigan bo'lgandan keyin asosda o'zini taraqqiy qildirib, o'zi o'g'inib, andan keyin shu shaxmat chempionini tutadigan holatga yetadi. Bazen onun işçilik özü işletken kurulmalarını, bazen taktikalarını, hatta hazır dünyada hiç qanday adam işletip bakmagan taktikalarını işletiyor. Şundan qarab, bundan keyingi sun'iy idrok qanday bo'ldi degan chog'da, o'sha 5G rasmiy pishib to'shgan chog'da, surati shunchalik ishtik bo'lgan vaqtida, bu kompyuterlar o'zligidan taraqqiy qildi. U odamningki taraqqiy qildirgan suratidan necha hassa eshib ketdi. Şunda bo'lganligi uchun bundan keyingi dunyo shunchalik ishtik taraqqiy qilib ketishi mumkin. 15-20 yildan keyin rasmiy boshlanadi. Shundan keyin taraqqiyot rasmiy texnik surat bilan o'lishi mumkin. Hamsa bizga qanday o'zgarishlarni olib keldi? Biz tibbiyot sohasini boshida so'zlasak, agar siz kelgusida doktorlarga ko'rsangiz, qeningizni tekshirib, andan keyin sizniki sog' salomat ekanligingizni deb berdi. Ondan yana siz yana 15 yil ya 20 yildan keyin qanday kasallarga giribdor bo'lganlaringizni deb beradi. Masalan, bir yeringizdan o'sma yo bo'lmasa rak kasal bo'lganlaringizni faraz qiladi. Masalan, Angelina Jolie'ni biz tanıymiz. Necha yildan burun mush doktorlarga ko'rinib, mushunda necha yildan keyin rak kasalligiga giribdor bo'lishini doktor deb bergandan keyin uni o'zi e'tirof qilib, shu tekshirishlarni qilib operatsiya yapıldı. Hem bunu ayollarga ilham verdim. Müştak işler olsa, ben sizlerge tavsiye yapıldım. Ben özlemde sizlerge ülge kılıp durup, sizlerge gösterdim. Sizler mi müştak kabul kılanlar, itiraf kılanlar diyorum. Çünkü can şunçlik özgürlük etti. Hem yana kadar misallar var diyen çağda. Mesela biz Amazon'dan tordan bir neslen sitolumuz. Kelgüsüde qanday bo'ldi degan chog'da, hozirgi Amazon'dagi hisoblash sistemasi aranlar 5%ni faraz qiladi. Agar u 5%ni 95%ga yetgan vaqtda siz bu tordan mashg'ulot qilib o'zingiz bir narsani sotib olmasangiz bo'ladigan holatga yetadi. Amazon'dagi sun'iy idroklari sizga nima lozimliklarini o'zi tanlab akab har kuni uyingizning oldiga akab beradi. Shu uyingizda ishlatadigan her gün işletiyotgan sizga lozimli narsa, siz yoqtirgan narsalarni hammasini sizni shunchalik tushunib, shu narsalarni sizga lozimli bo'lganlarini hisoblab chiqib, sizga akab berdim. Endi men u 95% to'g'ri topgan vaqtida dedim. Faqat 5% xato tepib qolgan vaqtida, u chog'da o'zlari pul qajlab uni ektirdim. Agar buni hozir shu mashg'ulotni qilay desa, faqat 5% to'g'ri topganligi uchun 95% xato chiqqanligi uchun o'zi pul qajlab ekelsa, nurg'un ziyon bo'lib ketadi. Vaqtiga chog'da faqat 5% xato bo'lib qolsa,
ular uchun unchalik ziyon bo'lmaydi. Andan keyin yana qanday cho'ng o'zgarishlar bo'ldi degan chog'da, masalan, Tesla yana bizning mashinalarimiz. Bizning mashinalarimiz hozir dunyoda necha milliard mashinalar bor. Lekin rasmiy Tesla'niki mashinalari, to'liq mashinalar hammaga yamrab ketgan chog'da, hech kim odatga mashina haydamaydigan vaqtlarda o çağda bütün dünyada nefit işletiş nispeti shunchalik ozlaydi. Muhitimiz shunda yaxshi bo'ldi. Hammasi to'liq mashinalar bo'lganligi uchun. Ondan yana mashinalarning soni shunchalik ozlaydi. Masalan, balkim necha million, necha yuz million bilan tushib qoldi. Necha milliarddan. Nima uchun degan chog'da biz o'zimizning mashinalarda hozir og'am bilan kunda necha soat haydaymiz? 1-2 soat. Cık vaxtları bizdeki özümüzden başı toxtunan uyimiz, yavumuz işqi bağın çağda işqi bağandaki toxtunan yerlerge toxtuquyimiz, anadaki işletmeydi. Resmi bu Tesla'nın maşinleri bağın çağda biz maşini almasak mı bulduk? Biz faqatlam telefonda Tesla'nın maşinesini çapırıp bizden ekstidi. Bardan yerimizge apır koydu, ya hizmetimizi apır koydu. Anakimizi taşıyıp yana başka xeridani ağlamadı. Hergiz toxtumaydı. Şunda hizmet qilganligi uchun mashinalarning soni ozlaydi, ham bizniki texnik yerlarimiz paydo bo'ldi. Mushu mashina to'xtagan yerlar bo'lmasimi bo'ldi. Amaliyotda bizda hozirmi mushu telefonlarimizda, medialarda bizniki butun uchurlarimizni egallab nurg'un yerlarda. Masalan, biz YouTube'da, Facebook'da bir narsani ko'rsak, biz nimani yaxshi ko'ramiz, shularni egallab, biz yaxshi ko'rgan narsalarni bizga chiqarib beryapti. Biz yaxshi ko'rgan e'lonlarni chiqarib beryaptilar. Bularning hammasi sun'iy idrokniki xizmat qilyaptini. Shunga kelgusida bu texmo mukammallashadi. Ham biz yaxshi ko'rgan naqsha, yoki she'rlarni men mushta temada bir naqsha anglayman desangiz, shu xil naqshani siz yaxshi ko'rgan, ham sizningki mushu mijoz xulqingizga tushadigan naqshni shu zaman ijodiyat qilib sizga tushirib berdi. She'rlarni shu. Ba'zan chog'da siz xushal bo'lsangiz, sizga xushalroq muzikalarni ijodiyat qilib berdi. Agar sal ko'nglingiz yerim bo'lgan vaqtlarda, ko'nglingiz yerim bo'lgan, yoki ko'nglingizni ko'taradigan naqshlarni ijodiyat qilib sizga anglab berdi. Hatto rassomlik, boshqa san'atlarni balkim qila olishi mumkin deb qaralmoqda. Undan yana bizga qanday o'zgarishlar keldi? Mushu odatdagi biz qiladigan emgaklik, kuchlik bunda xizmatlarning hammasini shu elektronlik, sun'iy idrok ya bo'lmasa mashina odamlar qilishi mumkin. Bizga texmo murakkabroq yoki bo'lmasa shu falsafalik ya bo'lmasa texmo san'atga cho'nqur ya tantarbiya, ko'ngil ochadigan mustasalarki xizmatlar qilishi mumkin. Lekin ansirman u xizmat o'rinlarini o'sha demokratik davlatlar yana to'xtamay ijod qilib chiqara oladi. Masalan, mushu Amerikaniki odamsiz aeroplanni ijod qilgandan keyin odamlarniki bexatarligini yo'q qildi. Bundan nurg'un chiqimlarni oz qildi. Aeroplanning sig'imi kichik bo'lsa, bunda oson xizmat qilib oladi. Bu chog'da odamlarning xizmati aydaydigan xizmat yo'q bo'lganligi bilan, lekin buni kontrol qiladigan odam 5-6 odam buni kontrol qildi. Uning og'idagi xizmatlarini qiladigan odam 20-30 bo'ldi. Mushu bir odam yo'qolganligi uchun keyinda yana 20-30 xizmatni ijod qilib chiqara oldi. Shuningga xizmatlar yo'qolib ketishidan unchalik pek ansirman. Uningdan boshqa masalalar bor. Nurg'un masalalar bor. Biz hozir nurg'un odamlarning, hukumatlarning qo'llari kelgan, lekin qanday bir taraf qilishni bilmagan mushta masalalar bor. Shuningga shu 5G'niki taraqqiyotini keyinga sur'atdi. Asli butun Yevropa, Amerikalarniki plani 2024dan boshlab shu rasmiy 5G'niki davriga kirishdi. Lekin hozir bu nurg'un masalalar bo'lganligi uchun uni keyinga surib 2028ga yo'tkadi. Vaqtga endi qanday bo'ldi? Yana ko'ramiz. Men bu qismda shunda yenik shu sun'iy idrokniki tushunchisini berdim. Kelasi sonda men texmi cho'nqurroq biz insonlar zodi nimalarga yo'liqimiz, qanday masalalarga yo'liqimiz, qanday masalalarni texnicha yechib bo'lamidik, shularni men sizga so'zlab beray. Kelasi sonda ko'rishaylik. Boshmaltaq biz shuni qilmoq, obuna bo'ling. Allohga omonat. Sun'iy idrok degan nima degan chog'da u faraz qilish. Chiqroqqa hisoblangan chog'da
Sun'iy idrok rasmiy nima degan chog'da u faraz qilish. Nimani faraz qilish? Bizningki hozirgi turmushlarimizdagi har qanday hamma narsa mashg'ulot qilib hech qanday bir narsalarni o'zingiz 95% deyotgan chog'da hamma uchurlarga, hamma hisoblarga, hamma uchurlarga uni bo'lib, uni hisoblab kelgusini faraz qildi.